Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz korxona ma'lumotlari administratoriga qay tarzda kiritilishi va hisob siyosatini kiritishni o'rganamiz. Ya'ni uchetniy politikalarni kiritishni o'rganamiz. Xo'p, birinchi navbatda bizga nima kerak bo'ladi? Ya'ni korxonani ma'lumotlarini biz o'zimiz yig'ib olamiz. O'zimizga, ya'ni guvoh nimasi bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa bo'ldi. Ma'lumotlari va faoliyat turlarini biz bilishimiz kerak. Xo'p. Buni administratorda qayerdan boshlaymiz? Birinchi navbatda hop, spravочника bo'limidan kiramiz. Hop, spravочный bo'limidan organizatsiya bo'limiga kiramiz. Organizatsiya bo'limidan biz sajlat bo'limidan buni qo'shib olamiz. Ya sajlat yoki bo'lmasa mana bu nasha organizatsiya bo'ladigan bo'lsa, shuni o'zi izmet qilib kirishimiz mumkin. Faqat ko'p nimalarda bepustoy bo'ladi, shuning uchun sajlat qilib kiritishlayli ham bo'ladi. Xo'p. Birinchi navbatda bu yerda nima qilamiz? Birinchi navbatda INN, ya'ni korxona INNsini kiritamiz bu yerda. Korxonani ishchilar raqami kiritib olamiz. Hop. Undan keyin korxona sirrini kiritib olganimizdan keyin zaполнить rekvizit по INNni bosamiz va ISGNkni tanlab qo'yamiz va dani bosamiz. Hop, bizga avtomat o'zi chiqarib beradi nimalarimizni, ya'ni korxonani ma'lumotlarini. Mana bizda hozir halol auksion account and MCG, ya'ni maslahat cheklangan jamiyati chiqarib berdi. Ko'rib turganingizdek, обязательно bu yerda site raqami to'g'ri terilgan bo'lishi kerak. Bo'lmasa agar ochibga berishi mumkin. Qanaqadir xatoliklar berishi mumkin. Xo'p. Undan keyingi etapda bankovskiy счетga o'tamiz. Bankovskiy счет nimalarini, ma'lumotlarini kiritamiz. Bank infoga, ya'ni korxonamizni bank infosini kiritamiz, ya'ni mesh filialni oborot deyiladi bu. Bank bu bank infosi bu 5 ta raqamdan iborat bo'ladi. Har bir bankning o'zining infosi bo'ladi. Nomer счетga bizni 20 talik счетimizni kiritamiz, ya'ni расчетный счетimizni bu yerga kiritib qo'yamiz. Xo'p. Keyin счет buxgalterный счетda nimada 51 turishi kerak обязательно. Bu yerda 51 turishi kerak обязательно. Undan keyin zarshat и zakletni bosamiz. Keyingi etapda mana bu счетda tanlab qo'yganimizdan keyin использовать как основные deb qo'yamiz. Asosiy счетimiz shu deb degan ma'noda bu yerda galashga chiqadi. Undan keyingi etapda подразделение bo'limiga o'tamiz. Основное подразделение, ya'ni agar bizda ya'ni qo'shimcha подразделениеlar bo'lgan bo'lsa, ya'ni mana bu yerdan добавить qilib ketaveramiz. Добавить qilib naymeniyaga misol uchun hop qilib zakrit qilib tush tartibda tanlab ketishimiz mumkin. Ikkalasidan bittasini основной bo'lishi kerak. Использовать как основныйga tanlab qo'yamiz. O'sha основной подразделениеni использовать как основныйga qilib qo'ydik, gashga qilib qo'ydik. Xo'p, keyingisi uchetniy politikaga o'tamiz. Uchetniy politikaga o'tamiz va mana bu yerda sajdatni bosib kirib ketishinglar mumkin. Izmet qilib bosib kiraman. Agar sizlarda pustoy bo'lsa, sajdat qilib kirib ketishinglar mumkin. Xo'p, bu yerda nimani kiritamiz? Bu yerda korxonani ochilgan yili va oyini kiritamiz. Misol uchun mart oyida ochilgan. Xo'p. Undan keyin способ оценки МФУ, ya'ni buxgalteriya hisobini qay tartibda yuritilishi nimalari mana bu yerda tanlanadi. Va FIFO. Misol uchun qaysi biri birinchi kelsa va o'sha birinchi ketadi degan nimada FIFOni tanlaymiz. Keyingisi mana bu yerda faoliyat turiga qarab shot qo'yiladi. Aslında shot 20, misol uchun ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa 20 o'yin qilishinglar mumkin. Misol tariqasida.
Hop, hop. Ishlab chiqarish. Hop, misol uchun, man bitta video tennisda nimasida o'sha nima esa korxona faoliyat turiga qarab belgilaysizlar. Misol uchun ishlab chiqarish o'zi produksiya. Ya'ni mana bu yerdan ya'ni расчеты планировать цены по материальным затратам. Ya'ni buni ishlab chiqarish nimalarda kerak bo'ladi? Ya'ni rejali asosda senda qo'yish kerak yoki qo'ymaslik kerak, o'sha bo'yicha kerak bo'ladi bu narsani. Hali keyingi darslarimizda bu nima bo'yicha adendas qilib beraman. Так, выполнение работы оказание услуг zaказчикамga, misol uchun, misol uchun, xizmat ko'rsatish bo'ladigan bo'lsa, shunga galashka qo'yib ketaverasizlar. Xo'p, tak, keyingisi usluga bo'ladigan bo'lsa, yuqorida aytgan usluga bo'ladigan bo'lsa, unga bitta galashka qo'yib qo'yasizlar. Xo'p, так, galashka qo'yamiz. Так, оплата налогов, дозволить на авансовый счет. Bunga bitta galashka qo'yib qo'yamiz. Keyin sostав form бухгалтерской отчетности. Bu yerda esa polniyda nima turishi kerak? Обязательно polniyda turishi kerak. Keyingi asosiy nimada o'tamiz. Основные виды деятельности, ya'ni bizni faoliyat turimizni nima qilyapti, ya'ni tanlashimiz kerak bo'lyapti. Shu yacheykaga kirib, so'zlar formiga o'tamiz va bu yerdan xarakter deятельность yacheykasiga kirib, bu yerda o'zimizga kerak bo'lgan nimamizni tanlashimiz mumkin. Misol uchun dars ishlayotgan tarjimani tanlab qo'yamiz. Xo'p, endi bu yerdan biz misol uchun aylanmadan soliq to'lovchi bo'ladigan bo'lsak, mana bu yerdan o'zimizga kerakli bo'ladigan nimani tanlaymiz. Hop, различные торговля, misol uchun, различные торговля rayonda. Hop, mana bu yerda o'zimizga kerak bo'ladigan nimalarni tanlab olishimiz mumkin. Так, различные торговля. Mana, avtomatik торговля qilib qo'ydik. Hop, BTS налог прибыль bo'ladiganmiz, ya'ni biz qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi bo'ladigan bo'lsak, mana bu yerda o'zimizga kerakli bo'lgan shu yo'nalishimizga qarab tanlab olamiz. Hop, endi keyingisi налогообложение. Bu yerda o'zimizga kerak bo'lgan налогообложениеni tanlab qo'yishimiz mumkin. Misol uchun точно sibor qilib qo'yishimiz mumkin. Hop, keyingi stavka NDS. Stavka NDSga bu yerdan biznes tanlab qo'yamiz. Подбор. Подбор yachekasidan tanlab qo'yamiz. Albatta, Estonia bosib qo'yamiz. Все. Endi записать и закрыть. Va shuni o'zini 2 marta bosib, aslida videotennis yachekamizga tushib olamiz. Men buni просто nima qilib, tezda kiritib nima qildim. Balki boshqacha ham kiritish yo'llari bor, nimalari bor. Просто men sizlarga qay tartibda qay nimalarni, ya'ni yachekalari qay tartibda to'ldirish kerak, to'ldirilmasligi kerak, o'sha narsalarni ko'rsatib o'tib ketdim. O'sha joyda, misol uchun, o'zinglar diqqat bilan o'zinglar faoliyat turinglarga qarab, o'zinglarni o'sha soliq turinglarga qarab, o'sha to'liqligicha kiritasizlar. Bu yerda biroz sizlarga ko'rsatish uchun oddiy nimada ko'rsatib o'tib ketdim. Xo'p, keyingisi основные grafik предприятия o'tamiz va bu yerda ish kunimizni tanlaymiz. Misol uchun 5 дневная рабочая неделя, ya'ni haftasida 5 kunlik ish. 6-дневная рабочая неделя, bu yerda haftasida 6 kunlik ish. Xo'p, bu yerdan keyin bizda haftada 6 kunlik ish qilib qo'yamiz va bu yerdan zakritni bosamiz. Xo'p, keyingi o'rinda registratsiya налоговый agentlik bunga o'tamiz va so'zlarni bosamiz. Ya'ni bu yerda ya'ni nima desam, ya'ni налогdan учетdan o'tgan sanasi kiritiladi. Ya'ni налогdan o'tgan sanasini kiritamiz. Misol uchun 25-yil, hop, 14-martda. Hop, kont inspeksiya. Misol uchun bu yerda tak
Spirayon qo'ysa ham bo'ladi. Kiritib qo'ydik. Keyingisi zapisать и закрыть. Hop. Endi keyingi etapimizda nima qilamiz? Основной bo'limiga o'tamiz. Основной bo'limiga o'tib, zapisать и закрытьni bosamiz. Mana hozir biz nimamizni kiritib oldik, ya'ni qo'riqxonamiz ma'lumotini kiritib oldik. Ya'ni endi keyingi etapda qo'riqxonamiz ma'lumotini kiritib oldik. Xo'p, ana endi buni hisob siyosatini ham kiritib olamiz. Bir ikkita joylari bor, ya'ni administrание administrovание bo'limiga o'tib, bu yerdan parametr учет bo'limiga kiramiz. Bu yerdan har bittasiga kirib, shu to'g'rilaydigan joyimizda to'g'rilab olamiz. Xo'p, настройка bilan счет bo'limiga kiramiz va bankada degan счет fakturami счетga o'tamiz va bu yerdan bosib учетga. Agar bitta narsaga e'tibor beramiz, agar korxonamiz NDSli bo'ladigan bo'lsa, bitta galchka qo'yamiz. Korxonamiz BJND bo'ladigan bo'lsa, tegilmaymiz. Keyingisi nomenklatura degan bo'limiga o'tamiz. Bu yerda обязательно по складамga galchka qo'yamiz va mana bu yerda по количествам и суммаga tanlab qo'yamiz va zapisать закрыть. Так. По складам и nomenklatura оборотиga o'tamiz. Mana bu yerda поставка NDS, ya'ni mana bu yerda NDSli bo'ladigan bo'lsa, shu NDSli nimamizni kiritib qo'yamiz. Mana bu yerda galchka qo'yib qo'yamiz. Xo'p. Uchet подразделение, ya'ni bizni podrazdeniyamiz bo'yicha uchetda olsinmi degan maqsadda nima qilinyapti. Biz mayli o'zimiz uchetda olsin, galchka qo'yib zapisать qilaveramiz. Xo'p, keyingisi по расчетам счетам и по кассам bo'limiga o'tamiz va bu yerdan kassadagi shotlarimiz bo'yicha bizga qo'yib berishlarini xohlagan holda galchka qo'yib zapisать zakritni bosamiz. Xo'p, xudosh tartibda bu narsa to'ldirib olinadi. Xo'p, ana endi xudosh tartibda to'ldirib olinadi va bu yerdan tak ikkinchisiga o'tamiz. Degan stok oplata dolga potelyan. Hop, bu narsalar bizga kerak emas. Stok oplata счет bu narsalar kerak emas. Ya'ni muhim emas. Hop, bizga muhim bo'ladigan заполнение продолжение. Hop, bu narsalar ham bizga kerak emas. Hop. Mana bu narsa kerak bizga. Ya'ni настройка точность округлением количества. Bu narsa nima uchun kerakki? Ya'ni biz kilogramda tovar sotadigan bo'lsak, kilogramni o'sha kilogramni senigacha, ya'ni o'sha tinigacha narx qo'yadigan bo'lsa, agar kilogramni o'sha narsasigacha qo'yadigan bo'lsak, mana bu точностьda albatta 2 qo'yib qo'yishimiz mumkin. 2 qo'yib qo'yib, shu narsa bo'yicha chiqib ketishimiz mumkin. Xo'p. Ana endi yana qayerdan to'g'rilashimiz kerak bo'ldi. Bu yerda bizni nimamiz to'g'rilaydigan joyimiz qolmadi. Hammasi to'g'ri. Yana bitta to'g'rilaydigan joyimiz bor. Ya'ni biz различный торговля, ya'ni chakana sotish faoliyati bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa, agar biz bu narsani qayerdan to'g'rilaymiz? Misol uchun, ya'ni chakana sotish bo'ladigan bo'lsa, yoki ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu joylarida ya'ni bizda kerakli bo'lgan bo'limlar chiqmagan. Ya da juda kam. Bizga kerakli bo'limlarni chiqarib olishimiz uchun, misol uchun производство ishlab chiqarishda kerakli bo'limlarni chiqarib olish uchun va mana bu yerdan продажаdan различный торговля bo'limlarini chiqarib olishimiz uchun mana bu продажа bo'limidan mana bu торговля bo'limiga o'tamiz. Торговля bo'limiga o'tamiz va mana bu bir boshdan to'ldirib kelamiz. Производство bo'limiga o'tamiz va bu yerdan производствоga galchka qo'yamiz. Keyingisi торговля bo'limiga o'tamiz. Торговля bo'limidan o'tib, различные торговля bo'limidan galchka qo'yamiz. Bitta galchka qo'yamiz. Eksport tovarov, agar eksport tovarlarni bo'ladigan eksportga ham qo'yamiz.
Xo'p, shunga qarab galchka bizga kerakli bo'lgan nimalarni o'qib chiqib, galchka qo'yib chiqishimiz mumkin. Rashyut bo'limiga o'tamiz va bu yerdan bizga kerakli bo'lgan nimalarni tanlab qo'yishimiz mumkin. Kerak bo'lmasa agar, bizga shart bo'lmasa agar, qo'ymaymiz. Bu yerda asosiy vosita va nematerialni aktiv, ya'ni nomoddiy aktivlarni nimalar kerak bo'lyapti. Agar bizda asosiy vositamiz bo'layotganda galchka qo'yamiz. Nomoddiy aktivlarimiz kerak bo'lsa agar, bu yerda ham o'sha nomoddiy aktivlar bo'yicha o'sha galchka qo'yib ketaveramiz. Xo'p, keyingisi zapaschi bo'limiga o'tamiz. Agar import tovarlarimiz bo'lsa agar, bunda ham galchka qo'yib qo'yamiz. Shunga qarab bizga kerak bo'lgan o'sha nimalarni kiritib ketaveramiz. Xo'p, bankiy kassa bo'limiga o'tamiz. Bu yerda ham денежный dokumentlarga bizga kerak bo'ladi baribir. Inkassatsiya, ya'ni biz ya'ni naqd pulda muomala qiladigan bo'lsak, korxonamiz faoliyati bo'yicha o'sha naqd pulda ham muomala bo'ladigan bo'lsa agar, inkassatsiya bo'limidan nima qilamiz, ya'ni kassadan bankka, bankdan kassaga inkassatsiya bo'limini shu yoqib qo'yishimiz uchun. Xo'p, keyingisi главный bo'limiga o'tamiz va bu yerdan e'tibor beramiz va Tabiiylashnaga turibdi. Buni polnaga tushirib qo'yamiz. Mana buni pastga qarash kerak. Polnaga o'tganimizdan so'ng bo'ldi. Biz endi chiqib ketishimiz mumkin. Mana xuddi shu tartibda biz chiqarib olamiz nimamizni. Ya'ni xuddi shu tartibda bu narsalar kiritib chiqiladi. Ya'ni bizning nimamiz tayyor. Hamma nimamiz tayyor bo'ldi. Mana o'sha yerda politikalarimiz, ya'ni korxonamiz ma'lumotlarini kiritib oldik, o'sha informatsiyalarni kiritib oldik, hisob siyosaslarini va korxonamiz faoliyat turiga qarab adresimizni sozlab, ustanovka qilib oldik. Xudo xohlasa keyingi darslarimizda ustav fondini shakllantirishlar va boshqa o'sha darslarimizgacha ko'rsatib, keyingi darslarimiz hali oldinda. Kanalimizga подписка bosib, like bosib qo'yinglar. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.